Ayni vaqtda Corona Medline tibbiyot markazida nevrologiya bo'limida 20 yillik tajribaga ega Shuhratbek Abdurasulovning abhor jarayonlarini birgalikda kuzatamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Tuzingmisizlar? Rahmat. Bir apot qo'yinglar sizlarda. Shularni beringchi. Nima shikoyatlaringiz, opa? Shikoyatlarim yo'q. Nima yaxshimi ancha? Muolajalar olyapsizmi? Tanalaringiz yaxshi. Bugun 3-kun ha? Kelganingizga. Tizlaringiz og'rib keldingiz-a? Yaxshimi ancha? Yaxshi zo'r. Zo'rmi? Muolajalarni olib, fizioterapiyalarni ham olyapsiz-a? Aha, analizlaringiz ham chiqqan bo'lsa, ko'ramiz. Hop, dorilarga allergiyangiz yo'q-a? Hammasini vaqtida olyapsiz. Hammasi joyida olyapman. Yurolmay qoldim. Ancha yaxshi. Bemalol yurib, o'zim qolib yuribman. Oshqozonlaringiz og'rimayaptimi? Ishtahalaringiz yaxshi? Hop, oshxonalardan ham juda mamnunmiz. Yaxshimi? Parhez taomlar deyapsizmi? Rosa normaga tushib qoldik mana shu yerga kelib. Rahmat. Shikoyatlaringiz? Yo'q, juda yaxshiman deganimdan. Dorilaringiz ham tushib qoldimi? Ha, dorilarni. Dorilar ichyapsiz-a vaqtida? Yaxshi, davringiz kecha balandida bugun tushib qolibdi mana. Yaxshi ancha. Tabletkalar ichyapsiz. Siz ham tizingiz og'riyotgandi kelganingizda. Ancha tuzukmi? Ha, yaxshi. Massajdan oldim. Fizioterapiyalar olyapsiz-a? Yaxshi. O'zgarish yaxshi. Shikoyatlarimiz yo'qmi? Yo'q, rahmat. Juda yaxshi. Qo'llar vaqtida qilishyapti. Rahmat. Analizlaringizni ham ko'rib qo'ysak. Analizlaringiz yaxshi. Qo'ningiz ham kammas ekan, yaxshi. Demak, unga qo'shmay qo'yamiz ekan muolajalarni. Mana shunday davom ettiraveradi. Bo'pti, yaxshi bo'lib qolinglar bo'lmasa, boshqa shikoyatinglar yo'q bo'lsa, hop. Yo'q, yaxshi ham. Bo'pti, hop. Hop, tinch bo'linglar. Nima shikoyatlaringiz? Yaxshimisiz? Ancha yaxshi bo'lib qoldingiz-a? Daynolarınız yaxshi. Bellaringiz yaxshimi ancha? Yaxshi. Qo'yvordimmi? Og'riqlar pasaydimi? Aha. Hop. O'rningizdan turingchi. Bir egil beringchi oldiga. Qo'lni egiling. Og'riqlar yo'q-a? Yaxshi, orqaga tashlang. Yaxshi. Bosh og'rimaydi? Hop, bemorimiz bugun mana 8 kun bo'libdi. Bel umurtqalar bilan kelganida og'riq bilan ancha yaxshi, xudo xolasa. Bugun javob beramiz. Ketayotganingizda dori-darmonlar yozib beraman. Ishlarni qilasiz. 1 oydan keyin kelasiz, ha? Rejimlar qilib turasiz, rejimlar tushuntirdik. O'tirmaysiz, ko'p yurmay turasiz, og'ir mehnat qilmay turasiz. Muolajalarni hammasini vaqtida oldingiz, ha? Hamshiramiz hammasini qildi. Yaxshi. Boshqa shikoyatlaringiz yo'q, ha? Yaxshi qarashdimi? Bo'ldi. Bo'pti. Yaxshi. Bo'pti, umuman sizga javob beramiz. Yaxshi bo'ling. Hop. Rahmat. Bo'pti, hop. Bo'pti, yaxshi bo'lib qoling, ha?